Olmazor tumanida sportning voleybol turi bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i kubogining birinchi mahalla bosqichi bo'lib o'tdi. Ichki ishlar vazirini, undan tashqari Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ini voleybol bo'yicha kubogi start olgan. Hamma sharoit yaratilgan. Faqat shundan mazmunli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ushbu musobaqa sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, uyushmagan yoshlarni birlashtirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida voleybolni ommalashtirish maqsadida hamda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilgan. Sizlarning yorug' bo'lsin. Shu tumanimizni, qolaversa Toshkent shahrining kubogida ham birinchi o'rinni sizlarga tilab qolamiz. Musobaqaning birinchi, ya'ni mahalla bosqichida g'alaba qozonganlar ikkinchi bosqichga yo'l olishdi. O'yinni tugatdik, xudo xolasa yetdik. Keyingi bosqichlarda ham xuddi shunaqa o'ynashga harakat qilamiz. Boshqa komandalar sal kuchliroq, shularni yutib, birinchi o'ringa chiqishga harakat qilamiz.